Kelinglar, завтракка. Yo, kelmanglar, bo'laman. Hali ko'rmayman. Andijonda ko'rsatish shu videoni. Yo, kelinglar, sizlarga tegishli emas bu gap. Kelinglar. Shef, qarang, hozir ko'chasi bir bo'ldik. Suv sepdik. Завтрак tayyorlayapmiz. Endi choy damlab, stol ustini bezatsak bo'ldi. Nimaga shu sak, mis, shu o'zingiz qilsam, tayyorlasam, masalan, nima meni bezovta qilib ertadan turg'izib oldingiz, ha? Chunki siz sevib uylandingiz. Ha, bo'pti, unda sevib uylangan bo'lsak, keling, qarzdan, to'ydan keyingi qarzlarni ham birga to'laymiz, muammolarni birga hal qilamiz, deydik. Yo, muammolarni siz hal qilasiz, siz to'laysiz. Men bo'lsam просто maza qilib yashab beraman. Yo'q, shunaqa bo'ladimi? Sevib uylansanglar shunaqa bo'ladi. Qizlar, sevgiga teginglar. Kelinglar, завтракка. Yo, kelmanglar, bo'laman. Hali ko'rmayman. Andijonda ko'rsatish shu videoni. Yo, kelinglar, sizlarga tegishli emas bu gap. Kelinglar. Shef, qarang, hozir ko'chasi bir bo'ldik. Suv sepdik. Завтрак tayyorlayapmiz. Endi choy damlab, stol ustini bezatsak bo'ldi. Nimaga shu sak, mis, shu o'zingiz qilsam, tayyorlasam, masalan, nima meni bezovta qilib ertadan turg'izib oldingiz, ha? Chunki siz sevib uylandingiz. Ha, bo'pti, unda sevib uylangan bo'lsak, keling, qarzdan, to'ydan keyingi qarzlarni ham birga to'laymiz, muammolarni birga hal qilamiz, deydik. Yo, muammolarni siz hal qilasiz, siz to'laysiz. Men bo'lsam просто maza qilib yashab beraman. Yo'q, shunaqa bo'ladimi? Sevib uylansanglar shunaqa bo'ladi. Qizlar, sevgiga teginglar.